ۋەتەندىن كەلگەن ئۇچۇرلار. Xitoy Wikipedia'dagi Uyg'ur qirg'inchiligiga oid uchurlarni o'chirgizish uchun harakat boshlagan. 2021 yil 3 ayning 1 kuni Uyg'ur axbارات mərkəziga kelgan uchurlarda bildirilishicha, Xitoy hukumati Wikipedia'dagi Uyg'urlarning majburiy emgakka selinishi va irqiy qirg'inchilikqa uchrashi haqidagi uchurlardan bak bearam bo'lgan va bu uchurlarni o'chirish uchun shiddat bilan harakat boshlagan. Xitoylar Wikipedia'ga tizimlatib kirish va Wikipedia tahrirlari bilan aloqalashish yo'li bilan Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikqa uchrashi haqidagi mazmunlarni o'chirishga tirishmoqda ekan. Wikipedia tahrirlari Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikqa uchrashi haqidagi mazmunlarni saqlab qolishga tirishgan bo'lsa-mu, Xitoy ishlatuvchilari ko'p bo'lg'achqa, ularning g'alaba qilish ehtimoli bor ekan. Uyghur ئاخبارات مەركىزى barliq Uyghur bilim egillari va bu ishqa qurbit yetadigan qarindoshlarni Wikipedia'ga xat yozib, aloqalashib, bu mazmunlarning o'chirilmasligi uchun hassiz qo'shini talab qiladi. Ijtimoiy taratqularda bu ahvolning tashviq qilinishimi bak muhim bo'lmoqda. Agar bu uchurlar o'chirilsa, ikkinchi qatim qo'yilishi mumkinsiz bo'ladi ekan. Avstraliya parlament a'zosining chaqiriqi. Muhofizatchi gezitining 1-martdagi xabariga ko'ra, Kanada va Gollandiya hukumati Xitoyning Uyg'urlar qarshi yurgizgan jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgandan keyin, Avstraliyalik parlament a'zolaridan biri Avstraliya parlament a'zolaridan yuqorqida qaror chiqarishni talab qilgan. Sharq Turkiston sababli Hindistonning paxta eksporti yaxshilangan. Moda Sodus to'rining 1-martdagi xabaridan ma'lum bo'lishicha, Amerika boshchiligidagi G'arb dunyosi Xitoyning paxta bazasi bo'lgan Sharq Turkistondan chiqadigan paxta mahsulotlarini sotilishdan bara-bara yenishiga ergishib, 2020 yil kuzdan e'tiboran Hindistonni manba qilgan paxta mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj kuchayib, Hindiston paxta mahsulotlarining bozori yaxshilanib, bahosimi izchil ravishda o'rlab mangan. Xitoy Nancy Pelosini tanqidladi. Cumhuriyet Dünyası to'rining 2-martdagi xabarida bildirishicha, Beijing doiralari Amerikaning kishilik huquqni bahona qilib, Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosatiga hujum qildi deb ayblagan. Amerika Avam palatasining bayonotchisi Nancy Pelosi o'zining Twitter hesabida o'zining yaqinda ma'lum bir tashkilot tarafidan Uyg'urlar uyushtirgan bir suhbatga ishtirok qilganligini bildirgan bo'lib, Xitoy Nancy Pelosining bu qilmishini Xitoyga qarshi bo'lgunchi kuchlar bilan eg'iz burun yalashganlik deb qattiq ayblagan. Bu suhbatni Amerikada yashayotgan aktivist Roshan Abbas xonimning Uyg'ur harakati tashkiloti uyushtirgan bo'lib, bu to'r suhbatiga Nancy Pelosidan boshqa Roshan Abbas, Rishad Abbas, Nuri Turkal qatorliqlar qatnashgan. Xitoy va Rossiya Amerika uchun tahdid deyildi. Reuters agentligining 3-martdagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Amerika prezidenti Joe Biden Xitoy bilan kunsiri eshiyotgan raqobatning Amerika duch kelgan eng chong xirisi ekanligini aytgan. Amerikaning eng chong diplomatiya amaldori Xitoyni Amerika mushasirida duch kelgan asrlik geopolitiklik sinoq degan. Xabarda bildirishicha, Bidenning 24 batlik davlat mudofaa siyosati dokladida Rossiyami Amerika duch kelgan tahdidlar qatorida Xitoy bilan bir qatorda tilga ilingan. Xitoy elchisi irqiy qirg'inchilikni yolg'onga chiqardi. Kanadada chiqadigan yer shari xabarlar to'rining 3-martdagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Kanadada turishliq bosh elchisi Song Peiwu Xitoyning Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik yurgizganligi va Uyg'urlarni majburiy emgakka solganlik to'g'risidagi haqiqatlarni asrlik yolg'onchilik deb inkor qilgan. İstanbulda millat navbati namoyishi izchil davomlashmoqda. İstanbulda davomlashayotgan millat navbati namoyishi İstanbulda yashayotgan Uyg'urlar tomonidan tashkillangan, xalq izchil va qizg'in ravishda ovoz qo'shgan eng izchil, eng jafoliq va eng aktiv namoyishlardan biri bo'lib, bu namoyishning davomlashayotganiga 2 haftaga yaqin bo'ldi. Namoyish İstanbulning Sarıyer noyasidagi Xitoy elchixonasiga yaqin o'rinda yurgizilayotgan bo'lib, yuzlagan Uyg'ur ayollar, yoshlar, aktivistlar, jamoat arboblari va universitet o'quvchi-o'qituvchilari bu namoyishga izchil ovoz qo'shmoqda. Egilishimizcha, bu namoyish necha 10 yillardan buyongi eng kuchli va eng izchil haftalab davomlashgan birdan-bir namoyish ekan.
Yevropa Amerikani tanlamdı yoki Xitoynimi? Amerika nihoyat murakkab ichki tashqi xiristlar ichida turgan ajoyib bir tarixiy paytda Bayden davri boshlandi. Bayden huquqni qo'lga olgandan keyin qilgan so'zida Amerika qaytib keldi degan gapni alohida ta'kidladi va ko'p ishlatdi. Vaziyat analizchilari bu so'zga alohida diqqat qildi va bu so'z haqida ko'plagan mulohazalar o'ttirg'i chiqdi. Mulohazalarda Bayden Amerika qaytib keldi deb nima demoqchi? Bayden Donald Trumpning siyosatiga qarshi yo'l tutmoqchimi? Baydenning Xitoy siyosati qandaq bo'ladi degandek nurg'un savollar o'ttirib qo'yildi. Mutaxassislarning qarashicha Bayden prezident bo'lgandan keyin yuzlangan eng cho'ng xiris 3 bo'lib, buning birinchisi va eng jiddiy bo'lgani Uyg'ur masalasi ekan. Bayden hökuməti Trump hökumətinin Uyğurlar üstüdən yürgüzülgən irqi qırğınçılıq qararını qollaydiganlığını və onu davamlaşdırdıganlığını bildirgəndən keyin Xitay bilan bolğan münasibət texmi kəskinləşkən. Bu vaqtda dövlət sekretari Tony Blinken vəzifəyə o'ltirishdan burun sənətdəki guvalıq anglash sözüdə aniq qılıb Uyğur ayollarının və balalarının lagerlarga qamalışı və ularga Xitay ideologiyasının singdirilishi irqi qirg'inchilik bo'ladi degan. Antony Blinkenning o'gay dadisi Yahudi jazo lagerlaridan aman qolg'uchi bo'lg'achqa uning Uyg'urlarga bo'layotgan qirg'inchilik bo'lgan qarshi nihoyat keskin ekan. U qilgan so'zlarda bu qarashning yolg'iz o'ziga emas, prezident Baydenga muvakillik qildiganligini takror aytgan. Amerika duch kelgan ikkinchi xiris bo'lsa Tayvan masalasi. Baydenning vazifaga o'ltirish murosimiga Tayvanning alohida elchisi rasmiy taklif qilingan bo'lib, bu Amerika tarixida ko'rilib boqmagan ish ekan. Tayvan vakilining o'zi bilan tang o'rinda bu murosimga taklif qilinganini ko'rgan Xitoy elchisi Sun Tiankay murosimdan ranjib chiqib ketgan. Hammaga ma'lum bo'lganidek, Amerika Tayvanni mustaqil davlat sifatida e'tirof qilmaydi va hozirgacha bir Xitoy siyosatini davom qilib keldi. Bu qitim Tayvan vakilining Xitoy bilan barobar o'rinda taklif qilinishi Xitoyga berilgan bir qattiq shaplaq hisoblandi ekan. 3-xiris xuddi Aqsaray bayonotchisi Jack Saki aytgandek, Xitoy o'z davlatida texmi mustabidlashib qolmay, Amerikaning ittifoqdoshlariga tahdid solgan. Xalqarалық organlarning ishlariga yo'lsizlarcha aralashgan. Xitoyning qilmishlari Amerika xalqining iqtisodiy manfaatiga zo'r ziyonlarni elib kelib qolmay, eng muhimi Amerikaning bexatarligi uchun zo'r tahdid elib kelgan. Xitoyning o'ktamligi Amerikaning yangi yo'llarni tutishini talab qiladi. Tadqiqotchilar bu yangi yo'lning qandaq yo'l ekanligiga va Bayden hukumatining Xitoy bilan bo'lgan bu keskin ziddiyatni qandaq bir taraf qiladiganligiga qiziqmoqda. Xitoyning Tinch okeandagi harbiy mavjudligi o'tganki yillarda kengayib qolmasdan iqtisodiy jihatda yanada davomli kuchayib mangdi. Hatto Xitoy bayonotchisi Hua Chunying o'tgan yili bizning davlatimiz nihoyat paravan, Amerika to'la azodlik va qutqizish haqida gap setavermisin. Azod qilishga va qutqizishga tegishli bo'lgani Amerika xalqi deb Amerikaga hujum qilgan. 2021 yılı 1 ayının ahiri Xitay raisi Xi Jinping Dünya iqtisodiy munbirining yig'iniga ichilish so'zi qilib berishga taklif qilingan. Xi so'zida o'ziga nihoyat ishongan holda biz cho'qim o'tmishdagi ko'ni yo'lga qaytmasligimiz kerak. İnsaniyatning o'rtaq kelgusiga nazar selish to'g'ri yo'ldir degan. Xi'ning o'rtaq kelgusi degan gapi uning nutqida 4 yerda takrorlangan bo'lib, bu uning Xitoyni darajadan tashqari kuch, o'zini bo'lsa dunyo lideri deb qaraydiganligining kuchlik signalini berganligi bo'ladi ekan. Dünya iqtisodiy munbirining qurg'uvchisi Klaus Schwab Xi'ning so'zini darhol qo'llab quvvatlagan. G'arb dunyosining eng oldingi qatordagi savdo sarxillari yig'ilgan bu so'rinda Dünya iqtisodiy munbir raisining Xitoyga xushomad qilib, Xitoyning dunyoning kelgusi haqidagi ko'z qarashini qo'llashi Xitoyning Amerikaning o'rniga qanchalik darajada tahdid solganligini ko'z tutib bermoqda. Xitoy yaqinqi yillardan beri Tinch okeandagi harbiy kuchini mislsiz kuchaytgan bo'lib, hozir Tayvanga tahdid solmoqda. Amerika va uning ittifoqdoshlari Xitoyning qilmishlariga qarata bu rayondagi harakatini kuchaytmoqda. 2049 Projekti instituti tadqiqotchisi Ayn Aston agar Xitoy Tayvanga hujum qilsa, biz uni qo'g'dab qololmasak, Koreya,
Yaponiya va boshqa ittifoqdoshlarimiz bizga qandoqmi ishonalaydi? Tayvan hujumga uchirsa, Yaponiya va Koreyani qo'g'dab qilg'ili bo'lmaydi, deydi. Amerika Trump davrida Tinch okean strategiyasini kuchaytgan bo'lib, Avstraliya va Hindiston bu sabga qaytilgan. Mutaxassislarning qarashicha, Amerika hozir eng muhim nuqtani Tinch okeanga va Xitoy tahdidiga qaratishi lozim. Lekin Amerika yillardan beri asosiy kuchini O'rta Sharqqa qaratgan bo'lib, u yerdan biroqla Tinch okeanga yo'tkilishi O'rta Sharq va Afg'onistonning muqimligi uchun foydasiz bo'ladi. Undan boshqa yana bir muhim nuqta Yevropa. Amerika butun dunyoda harbiy jihatdan mutlaq ustunlikda tursimi, ammo burunqidek hamma jihatdan dunyoning hukmroni emas holatda bo'lib qoldi. Donald Trumpning Yevropa va NATOni Amerikadan yiroqlashtirib etishi va Yevropani qo'g'dash va'dasidan yeniklik bilan tavrinishi Yevropani andishiga selib qo'ydi. Yevropa ittifoqidagi davlatlar, bo'libmi Germaniya va Fransiya, Yevropa o'zining bexatarligiga o'zi kapolatlik qilmasa bo'lmaydi degan sadolarni kuchaytdi. Ikkinchi dunyo urushidan beri Amerikaning qo'g'dashi ostida turgan va so'g'uq urushning g'alabasidan keyinmi bexatarlik jihatda Amerikaga tayangan Yevropa, NATO va Amerikaning kuchiga tayanmay o'zini qo'g'day olamdi yo'q. Bu bir cho'ng masala. Biden o'zining strategiyasida Amerikaning o'z ittifoqdoshlari bilan bo'lgan munosabatni yaxshilab, Xitoy tahdidiga birlikda taqobil turishi kerakligini ta'kidlab kelmoqda. Xitoy raisi Xi Jinping o'zining so'zida G'arb dunyosiga tahdid silib, Yevropani Amerika bilan birlashib, Xitoyga jazo yurgizmaslikka ogohlantirgan. Amerikaning ochqushliq ittifoqdoshlari bo'lgan Yevropa ittifoqidagi davlatlarning 2020 yilning oxiri Xitoy bilan mablag' kelishim imzolashi, Yevropaning osonlikcha Amerika bilan birlashib, Xitoyga qarshi turmaydiganligini, buning undaq oson ish emasligini ko'rsatib berdi va Biden hukumati uchun qattiq bir diplomatik zarba bo'ldi. Xitoy bilan bo'lgan bu iqtisodiy hamkorlikning keyinida Germaniya bosh ministri Angela Merkel bo'lib, Germaniyaning Xitoydagi manfaati uchun Amerikaning ra'yiga baxmaydigandek turdi. Yevropa ittifoqidagi Germaniya va Fransiyaning qarashicha, ular garchi Bidenning demokratiyani qo'g'dash uchun birlashish taklifiga qo'shilsa-mu, ammo o'z manfaati uchun ham Xitoy bilan, ham Amerika bilan yaxshi o'tishni xohlaydi. Lekin ularning o'z manfaati uchun Xitoy bilan yaxshi o'tishni orzu qilishi bilan bir vaqtda Amerikadan o'zlarini qo'g'dishini kutishi to'liq ziddiyatlik bir ahvol. Yevropalik mutaxassislar Amerika hozir ittifoqdoshlarga ichki jihatdan muqimsiz, iqtisodiy chekingan, virus sababidan og'ir iqtisodiy xirasga duch kelgan bo'lib tuyulyotdi. Bo'libmi ularning qarashicha, 1-oyning 6-kunidagi parlament binosiga besib kirish voqeasi Amerikaning obrazini mislsiz darajada ziyonga uchratgan. Tabiiy holda kishilar so'rashi mumkin. Mushundaq ahvolda Amerika yana dunyoga rahbarlik qila olamdi? O'zining va dunyoning masalalarini hal qila olamdi? Uyg'urlarning bilmoqchi bo'lgan eng muhim ishi bo'lsa, Biden hukumati Xitoyni qanday qilmoqchi? Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qanday to'xtatmoqchi? Bu savollarga texi aniq bir javob yo'q. Mayli qandaqli bo'lmasin, Uyg'ur masalasi yanala Bidenning oldidagi eng tez va jiddiy ish bo'lib turmoqda. Xitoylar Uyg'urlar uchun bir eshikni açsa, Uyg'urlar uchun 100 eshik ochiladi. Tarixda Uyg'urlar Ipak yo'lini ochgan va bu yo'lning markaziga joylashgan tuproqlarning egisi bo'lish sifati bilan nurg'un millat va madaniyatlarga sohibxonlik qilgan. Sonsiz kishilarga panohlik bergan, o'xshamagan ideyalarga taraqqiyot sharoiti yaratib bergan erkinlikning qo'g'dug'uvchilari edi. Qadimda Uyg'urlarning vatani xuddi bugungi G'arbiy Yevropa va Amerikadek erkinlik izlaguvchilarning manzili bo'lgan edi. Bugungi kunda Xitoy ishg'oliyati ostidagi Uyg'ur vatanida mushuk va qushlarni ko'zdan yutdi. Bugungi kunda Xitoylar Uyg'urlarni yo'q qilib etish uchun har qanday badal to'lashdan yonmay, razil planlarni ijro qilyotdi. Holbuki Xitoy Uyg'urlar uchun bir eshikni açsa, dunyo Uyg'urlar uchun yuzlab eshiklarni ochyotdi. Saidiya xonadonligining poytaxti Yarkan shahrida Uyg'urlardan boshqa o'xshamagan madaniyat va dindagi turli kishilar yashagan va panohlangan edi. Uyg'urlar o'z vatanida turli din va madaniyatli kishilarning o'z erkinligi bilan yashashiga yo'l qo'ygan. Tarixiy faktlar 17-asrdagi Yarkan shahrida ko'plagan cherkov, sinagoglarning masjidlar bilan teng mavjud bo'lganligini,
xuddi hozirgi Yevropa va Amerikadagi erkin shaharlarga o'xshaydiganligini ko'rsatmoqda. Oktyabr inqilobidan keyin Rossiyadan qochgan yahudlarning bir qismi Uyg'ur vatanida panohlangan bo'lib, 1960-yillarning o'ttiriga qadar Urumchining o'zida 3000 dan ortiq yahudlar yashagan. Bu yahudlarning Ivan, Sasha degandek ismlari ruscha. Tili Uyg'urcha ballari Uyg'urlar bilan yaxshi kunlarda birga bo'lgan va madaniyat inqilobi boshlanishdan burun Avstraliyaga ko'chib ketgan. 1980-yillarda bir qism yahudlar Avstraliyadan o'z cho'ng bo'lgan Urumchini ziyorat qilib kelgan. Xitoylarning Uyg'urlar ustidan elib borgan jinoyatlarini hozirgi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilindi. Xitoy o'z jinoyatini yo'shirib qololmaydigan holga keldi. Shindallarning tizimligi degan kinoni hamma odam degidek biladi. Xitoydan shindallardagi kishilar chiqib, ba'zi Uyg'urlarni jazo lageridan saqlab qoldimi yo'q, biz buni bilmaymiz. Ammo bugungi Xitoylarning jinoiy qilmishlarining oshkorlanishida Uyg'urlar ustidan yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikni ko'rib chidamagan Xitoylarning tuhfasi bor. Uyg'urlar o'zlariga eshik ochganlarni hargiz unutib qolmaydi. Yahudiylar natsist Germaniyadagi Portugaliya elchi xodimi minglagan Yahudiylarga shartsiz viza berib, natsist Germaniyadan qutuldirib qolgan Arslan So'zamandazni, natsist Germaniyadagi Yaponiya elchi xodimi minglagan Yahudiylarga viza ishlab berib, ularning qochib ketishiga yo'l ochgan Chione Sogaxarani unutib qolgani yo'q. Bugungi kunda Xitoylar vatanimizdagi zulmni qancha og'irlashtirsa, Amerika, Yevropadagi ellar Uyg'urlar uchun yuzlagan eshiklarni ochmoqda. Uyg'urlar o'z uchun haqqoniy gap qilgan kishilarning so'zlarini va o'zlari uchun yosh to'kkan ko'zlarini hargiz unutib qolmaydi. Bandasidan so'rama, Allohdan so'ra. Beminnat non shirin, minnatdan ko'ra. Ne bo'lsa ham tushkunlikka tushma jo'ra. Boshingni baland qilib, qad ko'tarib yur. 7 marta yiqilsang, 8 marta tur. Rizq terib yuribmizda, tirikchilikda. Kim vatanda, kimlar musofirchilikda. Nimalar bo'lmaydi bu yigitchilikda. Qo'rqma hayot zarbidan, doim olg'a yur. 7 marta yiqilsang, 8 marta tur. Erkak bo'lib kelding, erkak bo'lib yur. 7 marta yiqilsang, 8 marta tur. Erkak bo'lib kelding, erkak bo'lib yur. 7 marta yiqilsang, 8 marta tur. İşin yürüşmese buldu sindim deme. Oqqan daryo edim, endi tindim deme. Axir hayot o'zi sinovli kema. Shu kemada cho'kmay doim suzib yur. 7 marta yiqilsang, 8 marta tur. Hayot yo'llarida adashmagan kim bor? Kimlargadir ishonma, vaqt ketar bekor. Tavakkal qil Allohdan, bo'lgin umidvor. O'zing uchun o'l yetim, shu naqlda yur. 7 marta yiqilsang, 8 marta tur. Erkak bo'lib kelding, erkak bo'lib yur. 7 marta yiqilsang, 8 marta tur. Erkak bo'lib kelding, erkak bo'lib yur. 7 marta yiqilsang, 8 marta tur. Erkak bo'lib yur. 7 marta yiqilsang, 8 marta tur. Erkak bo'lib kelding, erkak bo'lib yur. 7 marta yiqilsang, 8 marta tur. Erkak bo'lib kelding, erkak bo'lib yur. 7 marta yiqilsang, 8
marta tur. Erkak bo'lib kelding, erkak bo'lib yur. 7 marta yiqilsang 8 marta tur.